Men uni ishga olmadim. Osmondan tushib qoldimi? Shotga ishga kirdim dedi. Endi nima qilay? Shuncha joy bo'lib turib, aynan o'sha joyga. Mak qilma, Barno. Ha, men mak bo'lib qoldim-da. Shoshoyingiz chiroyli gapiradi. Hoy, meni shoshoyim emas. Orif aka deydi. Men o'zim eshitdim, mana shu quloqlarim bilan eshitdim. Siz ishga olibsiz. Kimgadir telefonda gapirayotgandi. Sen unga ishonasan, menga emas. Men qulog'imga va ko'zimga ishon. Yaxshi. Men gapirmayman, ashula aytibman. Nima xohlayapsiz mendan? Boring, o'sha shoshoyingiz bilan baxtli bo'ling. Meni shoshoyim emas u. U atayin qilgan, bilmayapsanmi? Azgina ishlatgan miyingni. Bu demak telefonda gaplashgan bo'lsa, atayin bizani uyushtirish uchun mana shunaqa ish qilgan. O'zingiz ham mak bo'lib qoldingiz-ku. Endi sizni chiroyingizni ko'rib makillab qoladi.